Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatib boradigan obunachilarimiz, guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari akalar. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz o'rimsizdan yaqinlashyapti ekan, shunga qanaqa texnika olsak bo'ladi, qanaqa texnika olsak effekt beradi degan akalarimiz uchun biz yangilik mahsulotimizni o'rim uchun olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, hoziroq bittadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga shu ko'rib turgan komplekt holatlarni like bosib kelganlari uchun aksiyadagi narxida berib olinadi. To'liqroq ma'lumotini videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz. Shunaqangi mahsulot qilib turgan tanishlarga jo'natib qo'yishimizlar. Bu motoblogimiz hamda universal zarchkamiz bilan jihozlangan, xohlagan turdagi o'tlaringni o'rib yonboshga yotqizib ketish uchun mo'ljallangan video davomida shular obzorini qilamiz. Birinchi o'rinda akalar jatkalarimizdan boshlaymiz. Objetkalarimiz 120 li variantda yetib kelgan. Mayda o'tda ham, baland o'tda ham bemalol o'rish uchun mo'ljallangan. Xo'p, Reapa firmaniki bo'ladi akalar 120 li variantda. Xo'p, mahsulot 2025-yilda mahsuloti. Mayda o'tda ham aytganimdek, baland o'tda ham bemalol uraveradi. Yon boshda ham vertikalni universal pichoqlargacha jihozlangan. Ukam bu vertikalni pichog'i bor deyapsan, vertikalni pichog'i nima vasfan bajarib beradi degan akalarimiz uchun yotgan, chirmashgan, bir-biriga kiyishgan bedalarda yoki devor vasfasida o'rib, bu parrak qismiga tiqilmaslik holatini olib kelib beradi akalar. Seplarini qatori, ikki qatorli bemalol o'tlarda chiroyli qilib o'tkazib berish uchun mo'ljallangan. Orqa mana reduktorli, orqa qishloq xo'jaligi sep orqali ilinadi akalar. Xo'p, jatkamiz 120 li aytganimdek. Xo'p, komplekt holatdagi narxini videoning oxirida aytamiz. Motoblogimizni ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak akalar, motoblogimiz 15 kuchli 190 Kentaur motoblogimiz bo'ladi. Xo'p, bu jatkamiz 9 kuchli motoblokdan boshlanib 17 kuchli motoblokgacha bemalol birga bir tushib beradi akalar. Xo'p, motoblogimiz benzinli bo'ladi, statorli variantda ko'rishlari mumkin. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan, benzin baklari ham 5 litrlik katta benzin bakdan. Xo'p, kechasi kunduz ishlatish uchun qulay. Bu jatkamizni ham o'rim qilsalar ham bo'ladi. Motoblogimiz frezalarni o'zida beramiz. Frezalarni qo'yib turib bemalol haydov vazifasida ham ishlatsalar ham bo'laveradi. Ballonlari 612 ballondan orqa qishloq xo'jalik qismlariga ilinadi. Jatka apparatimiz roli narigi tomon o'tishini hisobiga mana shu jatka apparatiga bemalol qishloq xo'jalik apparatiga bemalol ilib ishlatishlik mumkin. Orqa pritsepnolari uchtali, ballonlar, reduktorlarni bemalol razmer qilib ishlatishlik mumkin. Ko'rib turgan komplektlari akalar bonuslari bilan albatta like bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozgan klientlarimizga 15 million 400 ming so'mga berib yuborilyapti. To'g'riroq ma'lumotini pastda nomerlarga qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring optim narxlarda qilib beramiz akalar. Tanlovda adashmaslar degan umiddamiz. Shunaqangi komplekt holatdagi motoblok turgan tanishlarga jo'natib qo'ysalar, biz topish anchagina oson bo'ladi. Telefon qilib, bog'lanib xarid qilishingiz mumkin.